To'xta. Qaysi muskulga ishlayapsan? Qanotda? Qanotda qaysi muskulga? Bilmayman. Bu gorizontal tiyaga. Agar videoni oxirigacha ko'rsangiz, masalan, gorizontal tiyagada, ya'ni o'tirib o'ziga tortish, bitta trenajyorda ikkita muskulga ishlashni ko'rsataman. Videoni oxirigacha ko'ringlar, o'zingiz xatolarni tushunib olasizlar. Tana o'zi bilan ketyapti, o'zi bilan kelyapti. Tana o'zida turish kerak, qo'l ketish kerak, qo'l kelish kerak. Birinchi mashq ko'rsataman, именно birinchi mashqda qaysi muskulni ishlashini yana ko'rsatib boraman. Xo'sh, birinchi mashqimizda biza trap muskuli, qalinlikka ishlaymiz. Mexanikasiga e'tibor beringlar va pozitsiyasiga. Sal orqaroq turiladi. Mana trap muskuli ishlayapti mana bu yerda. Именно mana shu yerlik, mana shu yergacha. Texnikasiga e'tibor bersangiz, qaysi muskul ishlashini bilasizlar. Ikkinchi mashq biz qanotni kurulli mishchasiga beradi, qalinligiga. Ko't orqada bo'ladi, korpus oldinda bo'ladi. Tortamiz. Ko'rib turganingizdek, qaysi mishcha ishlayapti. Bu yerda pastiga nagruska tushmaydi. Именно mana shu yergacha. Solamiz. Korpus oldini bo'lgani hisobiga trap muskul ishlamaydi, ya'ni tepasi ishlamaydi, past ishlaydi. Kimni zalida mana ruka aytgani e'tibor bergan bo'lsangiz, mana bunday dastasi sal shirokkirog'i bor. Hamda ishlanadi. Ana shu ruka aytganda mana shu mashq ishlasangiz, вообще zo'r cho'siq qiladi. Birinchi mashqimizda именно qaysi muskul ishlayapti, masalan, ko'rsataman. Trap muskuli mana shu yerdan o'shagacha. Ikkinchi mashqimizda esa kurulli mishchani ko'ryapsizlar, bu ramavinni ham qo'shiladi, mana kurulli mishcha. Pastiga o'tmaydi. Mana shu yerdan o'shagacha. Mana shunaqa muskullaringizni his qilib ishlamoqchi bo'lsangiz, именно biomexanikani o'rganmoqchi bo'lsangiz, menga obuna bo'ling.